Avvalambor assalomu alaykum ahli Instagram va YouTube obunachilarimiz. Ana bugun sizlar bilan birgalikda biz Xitoy davlatidamiz. Xitoy davlatida birinchi videoyim albatta bu Xitoy davlatida o'qishga kelmoqchi bo'lgan talabalar haqida bo'lishi kerak. Chunki bilasizlar 5 yildan beri bu sohada ishlayotgan bo'lsam, deyarli Xitoyning barcha shaharlarida o'zimning talabalarim mavjud. Shuning uchun 2026-yilda ba'zi o'zgarishlar bo'ldi, ba'zi qabul shartlari o'zgardi. Shularni sizlar bilan baham ko'rmoqchiman va eng avvalambor shuni aytib o'tmoqchiman. Xitoy davlati o'qish sistemasi ancha o'zgardi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, bakalavr bosqichiga oldingi yillarda biz faqatgina IELTS sertifikati yoki boshqa xalqaro sertifikatlardan biri bo'lsa yetarli bo'lardi. O'shani o'zi bilan hujjat topshirganimizda grant asosida o'qishga yetarli bo'lar edi. Misol uchun yotoqxonasi yoki aytaylik kontrakt narxlari tekin bo'lardi, o'qishga kelishish mumkin bo'lardi. Lekin bu yildan boshlab turib Xitoy davlati o'zining milliy sertifikatini joriy etdi. Xuddi O'zbekiston kabi matematika, kimyo, biologiya, fizika fanlaridan imtihon bo'ladi. Siz tilini o'zingiz tanlaysiz, ingliz tilida yoki xitoy tilida. Agar sizda HSK bo'lsa va siz shu Xitoy davlatiga topshirmoqchi bo'lsangiz, faqat HSK bilan o'zi bilan endi bu yildan boshlab turib kira olmaysiz. Chunki sizdan CSA imtihonlarini ham talab qilishyapti. Xuddi ingliz tilida ham xuddi shunday IELTS sertifikatingiz bo'lsa, IELTS sertifikatini o'zi bilan hujjat topshira olmaysiz. Endi bu imtihonlarni qanday va qayerda topshiraman deganlar bizning Instagram sahifamizga obuna bo'ling. U yerda to'liq shartlari qanday bo'ladi to'liq aytib o'taman. Chunki ba'zi insonlar YouTube kanalimizni kuzatyapti, ba'zi insonlar faqat Instagram kanalimizni kuzatyapti. Shuning uchun hammani bir joyga to'plash maqsadida shunday qildik. Instagram sahifamizga ham obuna bo'ling. U yerda ham juda ham foydali narsalarni aytib o'tamiz. Endi til kursiga kelmoqchi bo'lganlarga shartlar deyarli bir xil. 18 yosh bo'lish kerak, 17 yosh bo'lsa ham bo'ladi. Endi bilasizlar, ko'pincha ko'p kishining tug'ilgan kunlari menda shunday uchraydimi bilmayman. O'quvchilarimni ko'pi tug'ilgan kunlari iyun, iyul, avgust yoki ba'zan sentyabr oylarida bo'ladi va bunda ular hali 18 yoshga kirmagan, lekin universitetga hujjat topshirishimiz kerak bo'ladi. Biz xuddi shu holatlarda garantiyor qilib beramiz. Ya'ni 18 yoshga to'lgungacha Xitoy davlatida o'sha kishiga garantiyor sifatida biror kishini tayinlab beramiz. Endi meni maslahatim, agar siz yosh bo'lsangiz, 17-18 yoshida bo'lsangiz, endi maktabni bitirgan bo'lsangiz, Xitoyga til kursi uchun kelishingizni tavsiya berar edim. Nima uchun? Chunki Xitoy tiliga kelganingizda siz birinchi yil Xitoy tilini mukammal darajada o'rganib olasiz. Ikkinchi yildan boshlab turib Xitoyda bemalol ishlashingiz mumkin. Misol uchun rasmiy ish demoqchi emasman, norasmiy ishlarda, bizneslarda bilasizlar, hozirgi kunda 3 oygacha shu biznes tur bilan kelayotgan tadbirkorlarimiz O'zbekistondan juda ham ko'p va ular ishonchli bir tarjimon qidirishadi. Shu holatda ham juda ham yoshlarimiz juda ham ko'p Guanzhou shaharlarida, Yiwu shaharlarida ishlashyapti, yaxshi daromad topishyapti. Xuddi siz ham shu holatda ishlashingiz mumkin. Shuning uchun ko'p kishiga, ko'p talabalarimga iloji boricha til kursiga kelib, birinchi yil til kursini o'qib, keyingi yildan boshlab turib yaxshi stipendiyalarga topshirishlari, hattoki oyiga 2,5 yuanlik stipendiyalarimiz bor. HSK'si bo'lsa, CSA imtihonlari bo'lsa, shu bakalavr bosqichini keyingi yildan boshlab turib davom ettirib ketishlar mumkin. Bu holatlarda qanday bo'ladi? Sizni sertifikatlaringizni biz oldindan tayyorlab, universitetga hujjat topshirib qo'yamiz. Bilasizlar, O'zbekiston bilan Xitoy aloqalari juda ham yaxshilandi va Xitoy hukumati o'zbek talabalariga juda ham katta grant beryapti, agar ular o'sha narsaga munosib bo'lishsa. Shuning uchun hujjat topshirayotgan paytingizda yaxshilab o'ylang. Agar siz bu yerga kelib shu 4 yil ichida Xitoy tilini o'rganaman, men ingliz tilida o'qib ketaveraman, lekin 4 yil ichida Xitoy tilini o'rganaman desangiz, Xitoy ingliz tilida bemalol kelishingiz mumkin. Aytganimdek, IELTS sertifikati yoki boshqa xalqaro sertifikatlardan birini olasiz. Yoki aytaylik, CSA imtihonlaridan birini aytaylik o'zingiz yo'nalishingizga matematikami, fizikami qaysi majburiy bo'lsa o'shani tanlaysiz. Buni ham to'liq konsalting holatini, ya'ni sizlarga qaysi yo'nalish kerak va ulardan qaysi birlarini sizlarga matematika kerakmi, fizika kerakmi yoki ikkalasi ham kerakmi, kimyo, biologiya kerakmi, meditsina yo'nalishlari uchun qaysilar kerak, ularning hammasini bizning Telegram raqamlarimiz bor, Instagramlarimiz bor.
o'sha yoqqa yozsangiz, yo'nalishingizni aytsangiz va hozirgi kunda qo'lingizda mavjud bo'lgan sertifikatlarni aytsangiz, biz sizlarga to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Ya'ni qaysi imtihonlardan o'tishingiz kerakligini va shu narsani aytib o'tmoqchiman. Iloji boricha shahar tanlayotgan paytingizda kelajakdagi maqsadingizni va universitetning reytinglariga qarashingizni aytib o'tmoqchiman. Nima uchun? Chunki Toshkentda ko'rdim bir nechta konsalting xizmatlari, Namanganda o'zimizda ko'rdim bir nechta konsalting xizmatlarini. Aytishyaptiki, ular o'qishga jo'natib berishyapti. Chet-chetdagi o'sha universitetlar juda ham qishloq joylarda, endi qishloq joylarda qanaqa ma'noda? Biznes qilish uchun, ishlash uchun juda ham muhit yaxshi emas. Shuning uchun yaxshilab avval tekshiring universitetlarni, biz bilan bog'laning. Agar misol uchun boshqa bitta konsalting bilan ishlagan taqdiringizda ham biz bilan bog'lanib, so'z mana shunaqa bitta universitet bor ekan, biz topshirayotgandik. Shu universitetning joylashuvi, o'zini atrof muhiti haqida ozgina qisqacha ma'lumot berib o'ting desangiz, biz o'sha universitetni atroflari qanaqa holatda, yotoqxonalarning real rasmlarini topib beramiz. Chunki yuqorida aytib o'tganimdek, deyarli har bir shaharda o'zimning o'quvchilarim bor. Ular bilan aloqaga chiqarib, o'sha joydagi shahardagi universitetni topib, sizga atroflarini ko'rsatib beramiz. Kelishingizdan oldin siz ham amin bo'lasiz. Hurmatli ota-onalar, farzandingizni chet elga yuborishdan oldin albatta ularga UnionPay kartalarini ochib berishingizni va bu ko'pincha Buyuk Ipak yo'li kartasini, O'zbekistondagi Buyuk Ipak yo'li kartalarini ochib bersangiz yaxshi bo'lardi. Chunki Xitoy davlatidagi talabalar birinchi kelgan paytlarida muammolardan biri bu bank kartalari bo'ladi. Nima uchun? Chunki bu yerda deyarli ko'p joylarda onlayn to'lov qabul qilishadi. Naqd pul qabul qilishlari ozgina qiyin. Qabul qilishadi, qilishmaydi emas. Chunki o'zlarini pul birliklari, lekin iloji boricha shu kartalardan to'lov qilganlari yaxshi va Xitoyga albatta kelishdan oldin talabalarga men shuni aytaman. Alipay va WeChatlarni o'rnatib, bilasizlar Xitoyda Instagram, Telegram va YouTube kanallari uncha yaxshi ishlamaydi. Sizlarga VPN kerak bo'ladi. VPNlarni yaxshilarini o'rnatib olishingizni tavsiya berardim. Shunda sizlar kelgan paytingizda qiyinchilik tug'dirmaysizlar va yana bitta shu narsani aytib o'tmoqchiman. Bizning konsalting xizmatimizda agar biz bilan birgalikda hujjat topshiradigan bo'lsangiz, biz sizlarni o'zimiz aeroportdan kutib olamiz. Aeroportdan kutib, yotoqxonaga joylashtirib, yotoqxonalarning videolarini, joylashganinglar haqidagi ma'lumotlarni hammasini ota-onalarga yuborib beramiz. Chunki ularning ham ko'ngillari xotirjam bo'ladi. Ha, o'g'lim yetib boribdi, yotoqxonasida joylashdi va darslari boshlandi degan ma'noda ularning ham ko'ngillari xotirjam bo'ladi. Bu yerga kelganinglarda sim kart olib berish, bank karti olib berish, doktorlardan o'tish hammasiga o'zimiz amaliy yordam beramiz. Buning uchun bizning Instagram sahifamizga, Telegram sahifamizga va YouTube kanalimizga obuna bo'ling, chunki sizlarga bundan keyin har bitta o'sha o'quvchilarimiz bor universitetlarning obzorlarini qilib beramiz, chiroyli qilib. Hozircha shular. Agar tushunmagan joylar bo'lsa yoki savolinglar bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qo'yinglar. Mana shu joyini biz tushunmadik yoki mana bunaqa holatdagi sertifikatlarimiz bor. Bular bilan hozir ham topshirsak bo'ladimi? Sentyabrgacha qabullar ochiqmi deb. Biz albatta har bitta kommentariyaga javob beramiz va albatta YouTube kanalimizga obuna bo'linglar, chunki 10 ming bo'lishimizga ozgina qoldi. Sizlarning yordaminglar bilan YouTube kanalimizda ham 10 ming obunachiga erishamiz. Hammanglarga kattakon rahmat. Xitoydan assalomu alaykum.